Türkiyədə Xitayning təşviqatını qilish və Uyğurlarga qara chaplash bilan mashhur bo'lgan Vatan partiyasi raisi Doğu Perinçekning Sharqi Turkiston xalqi və təşkilatlarının qonunluq harakatlarga til uzatqanligi və qalaymaqan bildirlashlarga qarshi Uyğurlar adliya yo'li orqali o'zini qo'g'dash yo'lini tanladi. Doğu Perinçekning Uyğurlar haqidagi tuhmat və fitna fasadlarining jinoyat shakllantirganligi haqidagi ariznoma İstanbul Bosh Adliya Mahkamasiga topshirib berildi. Bu dava Sharqi Turkiston Majlisi nomli tashkilotning raisi Setim Türk tarafidan ichilgan bo'lib, advokatlar tayyorlagan da'vo materiallari 25 dekabr atdeganda sudga topshirildi. Setim Türk apandining bildirishicha, Doğu Perinçek Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoyatlarni oqlab, yig'ilish lagerlarining borligini inkor qilish bilan birga, yaqinda qatnashgan ikki televiziya programmasida Uyg'urlar Suriyada turk askarlariga o'q chiqargan deb tuhmat chaplagan. Setim Türk apandi yana Sharqi Turkiston xalqining 1949 yildan buyon dunyoda hech ko'rilib boqmagan irqiy qirg'inchilikning qurboni ekanligini ta'kidladi. Amerikada bir hukumat amaldorining oshkorlashicha, Trump hukumati Xitoyning Uyg'urlarni bostirishining irqiy qirg'inchilik shakllantirmasligini tekshirmoqda ekan. Kyoto agentligining xabar qilishicha, Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning buyrug'iga asosan Amerikaning xalqaro jinoiy ishlar va adliya elchisi Morinton bu masalani tekshirdigan va xulosani doklad qiladigan. Lekin doiralar tekshirishning vaqti haqida ma'lumot bermagan. Bu xabar Prezident Trumpning vazifa muddati to'shiqqa bir necha hafta qolgan vaqtda o'tirg'a chiqqan bo'lib, Bayden vazifaga kelgandan keyinmi Amerika-Xitoy munosabatiga belgilik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Prezident Trumpning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien oktabrda bir oqillar ombirining to'g'ri yig'iniga qatnashganda Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi haqida to'xtalib, agar irqiy qirg'inchilik bo'lmasa, shuningga yaqin bir qilmish degan edi. İstanbulning Shishli rayonida 4 Xitoy ilgirki sherikini tutqun qilganligi uchun qo'lga ilingan. 12 ayning 24 kuni soat 2 da yuz bergan vaqada Xitoy savdogar Xevi advokatlik o'rnidan ayrilganda yo'lini to'sib olgan 3 kishi tomonidan tutqun qilingan. Tutqun qilingan savdogarning ovchilarda saqlanganligi aniqlangandan keyin soqchilar aniqlangan adresga besib kirgan. Soqchilar Xevini tutqun qilishga qatnashgan Ye, Feye va Jeyni qo'lga tushirgan. Adresda ilib berilgan tekshirishda Xevi imzolagan $19,750 zayon bayqalgan. Egilenishicha, Xevini tutqun qilgan va yushirib qo'ygan kishilar uning qarzi bo'lganligi uchun uni tutib turganligini o'ttirib qo'ygan. Xevi bo'lsa, ilgari o'zini tutqun qilguvchilar bilan maska ishlab chiqarish bilan shug'ullanganligini, shirkatning oxirgi qatam faqat uning bilan birga ishlashni aytganligi uchun tutqun qilganligini aytgan. Ilgirki sherikini tutqun qilgan 4 kishi soqchilarning harakatidan keyin sud mahkamasiga ilib ketilgan. Xitoy Amerikadan import qilingan ba'zi mahsulotlarning tamojna bejini kechirim qilishini 1 yil uzartirganligini e'lon qildi. Xitoy Moliya ministrligi Amerikadan import qilingan oqmoy va yemeklikka ishlatishga bo'ladigan neft mo'mi qatorliq 6 xil mahsulotning tamojna beji kechirim qilinishini yana 1 yil uzartirganligini e'lon qildi. Ministerlikning bayonotida 26 dekabrdan boshlab yo'lga qo'yilgan bu uzartishning 2021 yili 25 dekabrgacha kuchga ega bo'ladiganligi o'ttirg'a qo'yildi. Amerika va Xitoyning birinchi bosqichlik savdo kelishimi e'lon qilingandan keyin Xitoy 2019 yili 12 oyda Amerikadan import qilingan 6 xil ximiylik dori va neft mahsulotlaridan tamojna beji kechirim qiladiganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Trump vazifa o'tash muddatining oxirgi mezgilida Xitoyga qaratgan besimlarini kuchaytgan bo'lsa-mu, yangi prezident Joe Biden Xitoyga bergan tunji uchurida savdo kelishimining birinchi bosqichidagi tamojna bejini darhol bekor qilmaydiganligini bayon qildi.